Assalomu alaykum Farg'ona asfalt obunachilari bormisizlar do'stlar? Xudo xolasa bugun inshaalloh Qo'shtepada 150 kvadratli joyimizni ko'rayotganingizda shunaqangi asfaltdan olib kelib, joyini ham o'zimiz tayyorlab, mana ko'ringda. Zasipkalarni ham o'zimiz tayyorlab, hamda asfaltlarni olib kelib bosib beryapmiz. Xizmatlari nech pul Ro'shanbek hozirgi kunda deganlarga 60 mingdan 65 minggacha bo'lyapti 1 kvadratda tayyor bo'lish narxi. Ha, uyda egasidan ketadigan mahsulot zasipkasini olib beriladi, 5-6 litr benzin olib beriladi, oxirida sachkani qum kerak bo'ladi. Xo'p, 3-4 arbacha, 5-6 arbacha bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi qilib tevasidan sachib boramiz. Qum nima uchun deganlarga albatta saqichi ko'p bo'ladi, o'shaning uchun oyoqqa yopishmasligi uchun ham ichlariga kirib olishi uchun o'sha sachilgan qum ham o'shanaqangi asfalt bo'lib ketadi. Xudo xolasa narxlar hozirgi kunda vodiy bo'ylab 60 mingdan 65 minggacha kelishilgan holatda. Oz bo'ladigan bo'lsa kelishamiz, 1-2 ming aqabaqa bo'ladi. Xudo xolasa shunaqangi mayin original yaxshi asfaltimizdan olib kelib bosib beramiz inshaalloh. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ying, do'stlarga otib qo'yasiz. Shunaqangi asfalt xizmatlari kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoladi. Vodiyda hamda Toshkentlik vohalik bo'ladigan bo'lsangiz, bu tomonga Toshkentning nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol obuna bo'lib qo'yishingiz ham mumkin. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa 1 yillik garantiyasi bor o'sha asfaltimizdan. Farg'ona asfalt YouTube ishlayapti, Instagram, Telegram kanallarimiz ishlayapti. Shunaqa gaplar. Zasipkalarni ham metriga moslab 1,5 santimetrdan yuklon berilgan. Ko'ringda. Zasipkani shunaqa holatda qilib olamiz. Ko'pchilik shebem bosib qo'ygan, shebem mumkin emas. Shunaqangi sakrasangiz ham hech nima qilmaydi, ha. Joy tayyorlab olamiz. Inshaalloh kimgadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Do'stlar, like hamda bizga obuna bo'lib, shunaqa videolarni tashlab ko'rib borasiz. Video qo'yaveramiz, siz ko'rib boraverasiz. Shunaqa bloger emas-siz, kunlik qo'yilayotgan ishlarni ko'rib qo'yaverasiz. Xudo xolasa narx-navolarni kelishilgan holatda hamma yo'g'ini ichida qilib beramiz. Xudo xolasa Toshkentda ham filiallarimiz ishlayapti. Bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Xudo xolasa. Nima deysiz, Iskandarboy? Nima deysiz? Ishlayapmiz, aka-sekin olib to'ladi. Do'stlar, metriga 1,5 santimetrdan uklon berilgan shu agarodga. Xudo xolasa sog' bo'linglar, nima deymiz? Ko'rganda ko'rishguncha obuna bo'lish esdan chiqmasin.